Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Bog'dod tumaniga olib kelib o'rnatib berdik. Xo'p, darvozamiz razmerlariga keladigan bo'lsak, eni 3,5 metr, bo'yiga 380 sm bo'lgan, alohida promogali qilib chiqarib berdik. Darvozamizga nomer, oshib-oshiq glazoklargacha olib kelib o'rnatib berdik. Zamoklari ham ideal zamoklardan bo'ldi. Xo'p, darvozamizni materiallarini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, chetlari shvillerdan bo'lgan 12 ga 5 lik rossiyskiy. Darvozamizning asosiy rama qismi, karkas qismlari qalinligi 7,5 sm, yuza ko'rinishi 13 sm bo'lgan brusdan, rossiyskiy sosnadan bo'ldi. Xudo xolasa sushilka bo'lgan hammasi. Hop, darvozamizda gulli joylari qalinligi 5 lik neobraznoydan qilib berganmiz. O'ylaydigan joylarini kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Kataloglarimiz bor, tashlab beraveramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, podpiska tugmasini bosib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.